yana bir fayzli, barakatli oqshomda qarshi olishdan g'oyat shod va mamnunmiz. Qadamlaringizga hasanat xush kelibsiz. Qadimdan Qur'on o'z tarixiga munosib bayramona kechalarga va albatta baxtiyor damlarga mezbonlik qilishda davom etadi. Diyorimizda donlik etgan Grand Sulton tantanalar saroyi bugun ta'kidlaganimizdek ikki ziyoli, ma'rifatli xonadon egalarining baxt va saodatli onlariga, go'zal, unutilmas lahzalarga mezbonlik qilar ekan, siz bilan baxtli insonlarning baxtiyor damlarini birgalikda qarshi olishdan g'oyat shod va mamnunmiz. Onani mikri yo'q, sifri boshqacha. To'ysa ham 90-100 yoshgacha. Onajonim bor, dunyoda yashash boshqacha. Insonda martaba, obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi tirik bo'lsa ham, azizlarim, ona bor, dunyoda yashash boshqacha. Onani mehriga hech narsa teng kelmaydi. Tinchlik to'lov bo'lgan o'lkamda tabassumda yuzlar boshlaydi. Yaxshi kunning niyati yaxshi, davralarga yarashar baxshi, to'ylaringda yonib kuylagim O'zbekiston jonimning yaxshi. Har faslning ifodi yaxshi, o'g'il qizining kamoli yaxshi. Izlarida izzat qoldirgan oqillarning amali yaxshi. Dillar ibrat olsinlar, dillar hikmat olsinlar. Bizlar kelib ketguvchilarimiz, go'zalliklar mangu olsinlar. Qalb go'zalligini Alloh hammaga nasib qilsin.
kelin desinlar. Nigin opam chaqirsalar, labbay oyijon desinlar. Bo'lsa, Shahnoz opajon, yaqinroq keling qizimiz ziyonlariga. Eng avvalo sizga rahmat aytamiz oyijonim. Bergan non va tuzingizga rozi bo'ling. Bergan oqstingizga rozi bo'ling. Marhamat, qudalar bir-birlaringizga taqdim etinglar. To'ylar muborak bo'lsin.